Jamoa namozida imomlikka o'tdim. Rukudan turayotganda Samiyallohu liman hamidah ni aytib, Robbana va lakal hamdni ham qo'shib yuboribman. Namozim durust bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Barcha fiqhiy mo'tabar manbalarimizda, matnlarimizda imom faqat Samiallohu liman hamidahni aytadi. Unga ergashuvchilar esa Robbana lakal hamdni aytadi deb keladi. Bu asl qoida endi Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining fatvolariga ko'ra shunday qilinadi. Bizda ham joriy bo'lgan, hozir bo'lib tur sunnat bo'lib turgan amal shu. Xalqimiz ham shunday biladi, shunday amal qiladi. Lekin bu kishi imomlik qilayotgan payti Robbana lakal hamdni ham qo'shib aytib yuboribdilar imom bo'lgan hollarda. Bu namozni buzmaydi. Sababi Imom Azam rahmatullohi alayhining ikkita katta mushtahid shogirdlari Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadlarni bir fatvolarida o'sha imom Robbana lakal hamdni maxfiy qo'shib aytib qo'ysa ham bo'lishi, qo'shib aytib qo'yishi haqida fatvolari bor. Demak, bu kishini o'sha qilgan ishlari u Imom Azam rahmatullohi alayhi shogirdlarining gaplariga muvofiq kelgan. Bu bilan namozlari buzilmaydi. Inshaalloh qayta o'qish ham shart bo'lmaydi. Vallohu alam bissavob.